Jamiyatga mavjud bo'lgan sinfdoshlarning eng og'riqli muammosi nima? Shu to'planishda aka. To'plangandan keyinchi? To'plangandan keyin shotda. Shotda. Sizlarda ham bo'ladimi shunaqa narsa? Sizlarda ham bo'ladimi? Yozib qo'yinglar tagiga. Ava aka o'zi bizni Yozib qo'yinglar, kim shunaqaligi, qanaqa qiliqlari bor sizlarchilar, ba'zi sinfdoshlarni kommentda yozib qoldiringlar. Vaqtinglar, endi ikkinchi videoni ko'ringlar. U vahshiy boshqacha. 35 yillik faoliyat davrida ko'p janozalar o'qildi. Eng og'ir janoza o'zingni sinfdoshlaringnikini o'qish. Eng yomon bo'ladi bu. Men sinfdoshim o'tgan joylari bo'lgan. Xalq oldiga chiqqanda gap kelmayapti-da. O'sha bolalik esimga keldi. O'sha kuni tobut tepasida turibmiz. Maktabda o'sha chopib o'ynab yurgan davrlar kelyapti esga. Shu bola shundoq bo'ldi, meni oyog'imiz tagida yotibdimi? Hazrat Umar aytar ekanlar. Bugun men janozani o'qidim, ertaga Hazrat Umar o'ldirilsa ajablanmaylar. Ertaga navbat menga ham keladi. Eng og'ir o'zingni sinfdoshing, o'zingni ulfatingni tobutini ko'tarish janozasini o'qish.